Sen dedim o, raketanın uçuş kaydısı dep. Kaydısı? Şundak, şarının uçuş kaydısı bilen okşaş, raketan uçalaydı. Uqtun mu? Uqmadım. Uqundu? Boptu. Emsi memde so'rab baqaylik. Raketanın kaydısı. Endi bo'ldi. Go. Solkovskiy. Bu nima? Buni qanday o'qiydi? Solkovskiy. Sizlar bilmaysizlar deyman. U muhim bir shaxs. Solkovskiy bo'lmagan bo'lsa, raketami, sun'iy hamromi bo'lmagan bo'ladi. Bo'ladi, men sizlarga so'zlab beray. Raketaning otisi Solkovskiy. Bu kishi Solkovskiy bo'ladi. Kishilar uni raketaning otisi deyishidi. Hozirgi Sovet ittifoqi buningdan 100 necha yil ilgari Rossiya imperiyasi deb ataladi. Şumu, şu, un nimele desem zaten terkmeydi. Hey! Kapak başkanlığa! Durus. O ablaq doim qarbol kiyib qo'ynoqsi ichidi. Jure, ma'qul. Hujjat! Ne qilmasizlar? Akil dema. Hey, bular zot amal yo'q. Voy, nim degan qattiq, o qandoq yeydigandı? Solkovskiy 9 yoshida zukamdab qilib, oqidan bo'g'ma kesligiga giribdor bo'ladi. Keyin saqaygan bo'lsa-mu, qo'lqi gaz bo'lib qoladi. U qattiq azoblandi. Biroq g'am qilib ketmanglar. U mening ovozimni anglayoladi. Chunki men Solkovskiyning qalbidagi mimi emasmi? Voy, u yo'q-ku. To'g'ri, u cho'qim kitobxonaga ketdi. Shega berib baqaychi. Oycan. Kechirgin. Men sizga mana buni kelgan. Rahmat. Taz jangas qatding. Yaqinda buyon kunim qaynoq so'qqag'in edi. Siz bapulingizga kitob ilib o'qiysiz, to'g'ri hisob ilib tajriba qilasiz. Men buningga qarshi emas, lekin yangi yeb turing. Yangi yeb turing. Yurtimdan ayrilgandan buyon yangi yeb baqmadim. Kerak yo'q. Uydagilarning tafovati bek az. Ular menga ko'proq pul avatib bermaydi. Men ko'proq kitob o'qiy olsam, qilmoqchi bo'lgan tajribalarni qila olsam, bu mening eng zo'r baxtim. U mana mushundaq odam Moskvaga kelgandan keyin u ilgirgideklar o'zligidan o'rganishni qat'iy davomlashtirdi. Qulog'im gaz so'g'ini bilan buning yaxshi tarafi bor. Qalaymaqan ovozlarni anglamayman. Kitobni nayt berib o'qiyman. Lekin haq meni ko'zgilmaydi. Bu menga bak alam qiladi. Tirishchan, men uning tajriba qilishiga yordamlashiman, uningga aql ko'rsataman, ishlariga ko'ngil beraman. Shunga meni uning nomsiz qahramoni deyishga bo'ladi. Qaranglar, mana bu mashhur yozuvchi Jules Verne'ning Zemberekdan oyog'i nomli romani. Romanda yozilishicha, birisi 300 metr uzunlikda zemberek yasaydi. 3 odam bilan ikki zemberek o'qiga o'ltirib oyog'i chiqadi. Zemberek o'qini oyog'i chiqarish uchun derizini aynak bilan yem etiydi. Buni ular zembereksimon olam kemasi deb ataydi. Kemadagi 3 odam Fransiya va Amerikadan kelganlar. Ular yer shariga qaytashida raketani ishtirib, sur'atini asosiy usulni qo'llandi. Bu fantastik roman Solkovskiyning qalbini olamga band qilib qo'ydi. Solkovskiy maktabda o'qituvchilik qilgan bo'lsa-mu, olam bo'shlig'idan mehrini zotili uzanmadi. Nim bo'ldingiz? Jules Verne'ning degandek ushqanda oyga yetib bag'ilib bo'lmaydi. Voy, kitobdagi gaplarga ishinib qolgan o'xshamamsiz. Bu bir fantaziya bo'lsa-mu, uning deganlarining ilmiy asosi bor. Uni bir xiyoliy hikoya degilib bo'lmaydi. Men Newtonning dinamik qoidasi bo'yicha yer sharidan ayrilish sur'atini hisoblab chiqdim.
Andın atmosfera qavitidan o'tkicha havoning surkilishidan yuqori harorat paydo bo'lganligini uqdim. Yo'l verimning tasavvuridagi xatolik tuzilib, boshqa bir to'g'ri usul qo'llanilsa, odamlar cho'qim oyga chiqa oladi. Yer sharining tortish kuchidan qutulish uchun sekundiga 11 kilometr sur'at bilan uchishga to'g'ri keladi. Lekin zambirak o'qi unchalik tez ucholmaydi. Uning ustiga texnik qiyin yeri shuki, uchayotganda hosil bo'lgan tez sur'at sababidan eg'irlik yerdagi eg'irlik kuchidan 20 ming as eshib ketadi. Bu chaqda olam kemisidagi odamlar yanchilib ketadi. Bu masalani hal qilish bek tez. Odam zoda qanchalik eg'irlik kuchiga chidashlik bera oladi? Merkezden kaçış kurulmasından faydalanıp, toxu bilen çaşqanını tecrübe qılıverdi. Tecrübe neticesi ularning yer yüzündeki eğirlik gücünün 5-6 hessiga barabar keldigan eğirlik gücüge chidayalaydiganligini ko'rsatdi. Eğirlikni azaytishning amali bormidi? Voy voy. Quluqni og'ritmay. Mim, manasini yuqoriga chiqib, andin pastga tashla. Nima qilay deysiz? Mang, tez bo'l. Yana qanday holatda o'yga kelgansiz? Yana migizrak. O'shanchalik bo'lsa bular? Voy, bek yig'irga. Qutining ichidagi nimada? Qani kirib ko'rib baqaychi. Aslida suv bilan tuxum keldi. Voy, bek kelib ketdi. Yerga tushganda tugishib ketmay yana. Tuxum yijilmabdi. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Nima gap bu? Bu tajriba moddalar suv ichib tursa, eg'irlik kuchining ta'siridan qutulganligini isbotladi. Tushundim. 1883-yili Solkovskiy tunji qitim sun'iy hamra to'g'risida kitob yozdi. Jismlar gorizontal tarafga tashlanganda sur'at qancha tez bo'lsa, shuncha yiroqqa bora oladi. Uqdinglarmi? Jismlar nimishqa tushib ketadi? Chunki yerning tortish kuchi bo'ladi. Har qanday narsa hamon tushib ketadi. Jism harakat qilishga boshlasa, to'xtamasdan harakatlanaveradi. Mana bu Nyutonning inersiya teoriyasi, Solkovskiyning tasavvurining asosi. Sur'at bilan tortish kuchi tenglashgan chog'da shar to'xtamasdan aylandi. Mana bu sun'iy hamra. Solkovskiy bu sur'atni inchiklik bilan hisoblab, taxminan sekundiga 8 kilometr ekanligini hisoblab chiqdi. Biroq yer sharining ustida havo bor. Shunga havoning surkilishi bilan sur'at davomli tuvanlayveradi. Shunglashqa sharni 200 kilometrdan 300 kilometrgacha bo'lgan egizlikdagi havo sharining yerga tashlab, andin parallel orbita bo'yicha siljitish kerak. Molim! Sizni o'quvchilar chaqiryapti. Ha? Molim, shar qo'yib beramiz degandingiz-ku. Qo'yib beraylik-ku. Qo'yib beraylik-ku, molim. Ma'qul, mana hozir. Bolalarni xush qilish uchun Solkovskiy qog'ozda bir shar yozdi. Lekin spirit bo'lmag'achqa sharni o'tin qalab harakatlantirishga to'g'ri keldi. U gaz bo'lsa-mu, ammo darsni noyta qiziqarli so'zlagachga bolalar uningga amroq edi. Ko'tarildi. Bo'lmadi. Ağır gitti.
Nima bu? Neymiş ki gülüsüler? Gülüvatsızlar o. Bu beymani çakçakını kim kıldı? Sizler mi? Bu beymani çakçak emas. Biz moyum tecrübe ötküzatımız. Nima? Bu narsani nimaga keragi bor? Darhol ilib ketinglar. Nima qilyapsiz? Bu o'qitish qurolini muallim bizga yasab bergan. Biz shundoq. Bu eski narsani o'qitish quroli bo'ptimish. Yendab jo'layacak. Muallimga qarindishga ruxsat yo'q. Yura. Hey, balla qani? Hey, qarang, siz oyga shar bilan chiqaydamsiz? Shar bilan chiqilib bo'lmaydi. Chunki olam boshlig'ida havo yo'q, lekin raketa bilan chiqilib bo'ladi. Raketa? Mana bu 19-asrdagi raketa. Biroq ular nayti oddiy, sirtdan qaraganda u xuddi o'yinchiqqa o'xshaydi. Shundaqdimi, shu chaqda Solkoveskiy olam bo'shlig'iga raketa bilan chiqilib bo'ladi deb kesib aytgan. Men zodila uqamadim. Siz nimishqa bundoq kesib aytadigansiz? Chunki men ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasini o'rgangan. Ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasi? Suv paloq bilan ishtirilganda kema uning aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Qushlarning qanoti bilan havoni ishtirib o'xshashli aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Lekin bu qonuniyat olam bo'shlig'ida oqmas, u yerda havomi, suvmi yo'q tursa. U shundoq. Qushlar bilan kema ilgirlamaydi. Olam bo'shlig'i bilan aks ta'sir qoidasi o'xshash bo'ladi. Qoida aeroplan bilan reaktiv aeroplan havodan foydalanadi. Men tushunmadim. Men buni misol qilib so'zlab beray. Nima? Qara. Shardagi havo o'zliksiz siqib chiqariladi. Ana shu kuchning aks ta'siri bilan shar uchadi. Raketaning qoidasi mana shu. Havoning sirkilishi bo'lmagan bo'lsa, raketa texmi tez uchgan bo'ladi. Hey, nima ko'rsa? Sharni olam bo'shlig'iga chiqib sinab qilib baqay. Unda qilsang bo'lmaydi. Nimishqa bo'lmaydi? Vakuum olam bo'shlig'ida shardagi havo biroqli chiqib ketadi-da, shar etilib ketadi. Siz menga rezinga sharning qoidasi raketanikiga o'xshash degandingiz-ku. Hey, sen tek tushunmabsan. Men yenim tafsil so'zlab beray. Atrofni havoliq bo'shliq o'rab turganda sharning ichidagi havoda ko'pish kuchi hosil bo'ladi. Shundaqla boshqa bir kuch ta'tir yo'nalishda rol o'ynashga boshlaydi. Emas, meni ko'z jism bilan sinab qiling. Yili Solkoveskiy ilgirki tadqiqotlarini yakunlab, raketa olam bo'shlig'i va makon to'g'risida tadqiqot maqolasi yozib, olam raketasining tuzilishi bilan iqtidorni tafsil bayon qildi. Hamda bir formulani o'tirg'i qo'ydi. Matematika nuqtasidan olam raketasining harakati to'g'risidagi teoriyani ishlab chiqdi. Keyin uningga Solkoveskiy teoriyasi deb nom berdi. Maqolda raketaga portlatqich dori ishlatmaslik, balki suyuq jismni yiqilg'i qilish kerak degan qarashni muayyanlashtirdi. Bundaq bo'lganda klapan orqali o't oldirg'ili, ujargili bo'libli qolmay o'tni tanshigilimi bo'ladi. Shundaqmi? Havosiz olam bo'shlig'idimi yondirish uchun yiqilg'iga yana suyuqlantirilgan oksigen aralashtirish kerak. Mana bular jurnalga besilsa, kishilar olam bo'shlig'ida sayohat qilishning xavf-xiyol emasligini biladi. 5 yildan keyin bu maqola Ilmiy obzor nomli jurnalga besildi. U 1903-yili yana Aka-Ufka raitlar o'zlari kashf qilgan Ushquchi 1 nomli aeroplanni tunji qatam uchirgan yili edi. Ayni chaqda bu aeroplan minutiga 260 metr uchadi. Bu olam bo'shlig'iga intilgan Solkoveskiy qattiq hayajonlantirdi. Lekin mutassib tekshirlar Solkoveskiy hadab ayblaverdi. Jurnalning tekshir bo'limi taqaldi. Jurnal butunlay musodir qilindi. Aradan 8 yil o'tganda Solkoveskiyning maqolasi qayta nashr qilindi. Uning tadqiqot qiymati e'tiborga erishdi. Birinchi dunyo urushi portildi. Urush kishilarga nomratlik elib keldi. Jamiyat bag'asiri davolg'ib ketdi. Solkoveskiy 1916-yili Yer sharining sirtida degan ilmiy fantastik romanni yozdi. Romanda ba'zilarning raketani sinab qilib, olam bo'shlig'iga sayohat qilganligini, andin oyga borganligini,
ularning texi bayqalmagan sayyorni tekshirib Marsga yaqinlashganligini, eng oxirida yer shariga qaytganligini tasvirladi. Bu roman Solkovskining yangi zemin etish uchun har vaqt izlanganligini aniq ko'rsatdi. Bu tuxum konservasiga. Shundoq. Tuxumni suv va konserva qutisiga selib pastga tashlaganing ilmi esingdimi? Fizikalik yer shari xonasida eg'irlik kuchi qilchi sezilmaydi ekan. Konservani sinab qilganimizga o'xshash. Bu eg'irlikni yo'qotish holatimi? Xuddi suvda o'zgandekla bo'ladi ekan. Siz bek tirishchankansiz. Meshadimi egini o'tamsiz? Mana bu quyosh nuridan foydalanadigan sun'iy gullik. Shu orqali oksigen bilan oziqlikni to'liqlig'i bo'lamdi. To'g'ri. Olam kiyimim tayyor bo'ldi. Oldin uqtirlig'iga tamamen o'xshashga. Olam kiyimini kiyib baqaychi. Meni dinle baray. Özümde to'xtamayapti. Olam kiyimini kiyib kevdan nari qancha qilib boshqaramayapti. Nima degan xatarlik. Unutma, bu degan olam bo'shlig'i. Qaraganda bu kiyimni kiymagan tuzukka. Hey, nim! Buni roman qilib yozsam, ilm-fanga qiziqmaydigan kishilarni o'qib olam bo'shlig'iga qiziqadigan bo'ladi. Uning ustiga kitob ko'proq setilsa, turmushimni yaxshilanadi. Solkovskining bu arzusi Rossiya imperiyasi yo'qotilib, Oktyabr inqilobi g'alaba qozongandan keyin ondan amalga oshdi. O'qituvchilik xizmatidan istifa berib, butun zehnini o'zi yaxshi ko'radigan tadqiqot xizmatiga qaratdi. Olam bo'shlig'i tadqiqot plani borgan sari kengayib ketdi. Olam bo'shlig'i sayohatining ehtiyoji sababli u olam bo'shlig'i bekiti yasab, uni baza qilishni o'tirg'i qo'ydi. Solkovskiy yana ko'p uygulik raketani tasavvur qildi. Bundaqda yiqilg'usi kuyib tuyigan uygular tushib qilib, eng oxirgi uyga nishonga yetib boradi. Hey Ras, men sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. So'raymi? Qani so'ra. Siz olam bo'shlig'iga berib boqmagan, olam bo'shlig'ida sayohatni qilib boqmagan tursangiz, bularni qanday o'ylab topdingiz? Bu ish bola vaqtimda bo'lgan edi. Shu chaqda men jiroqdagi narsalarning orlig'ini o'lchmoqchi bo'lgan edim. Shuning bilan o'zim yasagan o'lchash asbobi orqali kuzatish minorasi bilan o'zimning orlig'ini o'lchagan edim. Natija 300 metr bo'lib chiqdi. Keyin men chamdab baqsam, degandek 300 metr ekan. Bu o'lchashning to'g'riligini isbotladi. Shundan e'tiboran to'g'ri nazariya orqali qo'lga kelgan natijaning cho'qim to'g'ri bo'lganiga ishondim. Yaraydi ekansiz. Men tasavvur qilgan olam bo'shlig'i sayohat qilish usulining to'g'ri xatoligi pat yaqinda isbotlanadi. Bu hargizmi jiroq kelgusdagi ish emas. Suyuq jismni yiqilg'u qilgan raketani birinchi qatim sinov qilib yasagan kishi amerikalik Robert Ekiyokidar. U 1926-yili tunji raketani qo'yib berib muvaffaqiyat qozondi. Bu Sovet ittifoqining Moskvadagi olam bo'shlig'ini echish xotir munorasi. Bu yerga g'oyat zo'r haykal o'rnatilgan. İnsanlar yaşarda davlat ölçüye dilemeyi, ular yoruluk ve boşluk doğrusu üstünüp, atmosferin sırtında öz maharetini namoyon qiladi. Solkovskining tug'ilganiga 100 yil bo'lganda, Sovet ittifoqi insoniyat tarixidagi tunji sun'iy hamroni qo'yib berdi. Xuddi Solkovskiy degandek sun'iy hamra sekundiga 8 kilometrlik tezlikdan yer shari orbitasini aylandi. 1959-yili Sovet ittifoqi Oyga ko'p o'g'illik raketa qo'yib berib, Oyning yer sharida ko'ngil bo'lmaydigan orqa tarafidagi ahvollarni suratga oldi. Oydagi halqsimon tog' tizimlarini tunji qatim bayqab, Solkovskiyning olamshumul to'kpisini xotirlash uchun bu tog' tizimisiga Solkovskiy deb nom berdi. Solkovskiy aytgandek, insonlarning quyosh atrofidagi bo'shliqni qo'lga keltiradigan davri cho'qim yetib keladi. Bo'ldi. Xo'shamsan. Sayohatchilar, olam
olam kemimiz Yupiter orbitasida ketyapti. Hozir yer sharida tushdan keyingi soat 2 bo'ldi. Tokyodagi top maydonida Gigant komandasi bilan Aykrot komandasi o'rtasidagi kaltak top musobaqasi jiddiy davom qilmoqda. Ko'rishni xohlovchilar 006 olam bo'shliqi kanalini ochsa bo'ladi. Voy, yer sharidagi televizorni ko'gil bo'ldi ekan-a? Aka, televizor ko'raylik-chi. Ma'qul. Yaxshi to'p. Sizdan chiqib ketdi. Gazdan o'tib ketmidi. Ha?